Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin halifler tarihi namlı kitabında biz Abbasilar'ınki 29. halifesi El-Mustarşid Billah degan halifeninki hayatı bilen tanışıp çıkımız. Bu adam o Hicriye 512. yıldan tatip Hicriye 529. yıla kadar hukuk tutkan. Bu kişininki ismi Fazil. Yani ondaqda bu adam Mustazhir Billah'niki oğlu buludu. Kunyası Ebu Mansur. Bu kişi 485 yılı Rabiul Avval idi tuğulgan. Dadisi ölüp ketken yılı 512 yılı Rabiul Ahir ida. Dadisi ölüp ketken peytte halif boğan. Özüne ait Ali, himmetlik. Onundan başka merdane adam. Hem nait bek hayvetlik, fikir ötkür, olgu ilgirleyaleydigan mesela şu. Batur mında adam. Hilafet işlerine red tertiplerini caydı bir taraf kıygan adam. Hilafetinin resmiyet kaidelerini, hayvetini callan doğan, teril döge adam bu. Hatta şeriatının asaslarını bizep yanlarga gül koygan adam. Bunda demekçi boğunu bir İslam'ın bir zeneti boğan demekçi. Uruşlarga öz bevas katnaşkan. Neç kıtım, neçi növet, Hilla, Mevsil, Khurasan yolu qatarlıq urullarga üzüp bağan. Ahir kıtım hem de Ramazan yakın bir joyda bu adamninki qo'shini mag'lubiyat uchragan. Shu vaqt qadar o'z bevas urush qatnashgan deydi. Shu Ramazan urushida bu adamni Ozarbayjonga asir qilib ketgan. Bu adamniki ilmiy jihatdagi ortiqchiliklardan Abul Qasim ibn Bayyan, Abdul Vahhab ibn Hibatullah Sibi qatorliq ayni davrdagi olimlarda hadis o'qigan. Bu adamның bu hadisni rivoyat qilib bergan shogirdlari var. Cümleden Muhammed ibn Ömer ibn Mekkil Ahvazi, Veziri Ali ibn Tirat, İsmail ibn Tahir el-Mevsili qatarlıqlar. Bunu İmam Sem'ani rahmetullahi aleyh özünün kitabında bayan qilib o'tgan. Hatta İbn Salah, bu Şafii mezhebdeki büyük muhaddis, bu adamni Şafii mezhebideki ulamalar qatlimi namlı kitabında bu adamniki tercümanını bayan qilib o'tgan. Gap qilma bu adamning zo'rliqidan deydi. Abu Bakr Şarşi degan adam bu adam nomida Umda nomli bir fiqh kitobni yozib, mush kitob mush adamniki nomi bilan mashhur bo'lib ketgan. Shu vaqtida buni Umdatud Dunya va Din deb atagan. Bu Şafii mezhebidagi büyük bir eser, kitob, fiqh mezheb, fiqh nazariya bo'yicha yozilgan. Şafii mezhebinin ulamalardan İbn Subki degan ulama bu adamni Şafii mezhebdagi ulamalar qatorida sanab mundaq degan. Bu adam şu dastlabki paytlardalam, ya'ni yoshlam demoqchida, nayati ibodatgo'y, rabboniy bo'lib ketib, jung to'qilmalarni kiyib, ya'ni nayat oddiy, bu jung to'qilma degan gap ayni vaqtida bunda sultonlarga asosan jipak, nayat nefis, yarışımlık manda kiyimlerini giydi. Söyletlik. Ama bunu jün kiyim giydi Allah avam. Biri kembağal, bir kımmet. Cezber emez manda kiyimler. Şunda kiyimlerini giygen deydi. Hatta uyda mahsus ibadet kılış için yegani o'tlagan vaqtlar bo'lgan. Bu adam 486 yılı Şaban ayının 18'i çarşamba günü tug'ilgan deb mundaq tarixini bayon qilib o'tgan. Öz davrida dadisi bu adamni veliahdi qilib bekitgan vaqtida bu adamga xutba o'qilgan bu adamning nomida. İsmi 488 yilning o'zidan Rabiul Avval ida pulga qo'yilgan. Demak bu adam shu 2 yosh, 20 yosh atrofida veliahdi bo'lib bo'lganda, xatlar nihoyat go'zal adam edi. Xalifalardan hech bir adam undan burun buningda xat yoza oladigan emas deydi. Boshqalar bu adamningki kitoblarini
o'qib, masalan, o'zining kitoblaridagi xatoliklarni tuzdi bo'ladi deydi. To'g'ri xatosini tepib bo'ladi bu odamning kitobida. Bu odamning shundoq mardona, haybati, shijoati, boturligi bo'lish bilan birga bir ishni bayon qilib o'tsak bo'ladi. Bu quyoshdimi oydin bu ish mashhur deydi. Bu odamning davrlarida hamish tashvish, qarshiliklar ko'p bo'lib, kunlarimiz rohatsiz o'tgan. Mushu ahvollarni bartaraf qilish uchun o'zi bevosita urushga qatnashib chiqadi deydi. Oxirgi qatim Iroqqa urushga berib, bu odamniki shu yerda mag'lub bo'lib, asir ilingan va shahodat, shahidlik martabasiga nail bo'lgan buyuk xalifa. Endi Sultan Mas'ud bilan xalifa orasidagi urush va xalifaning asirga tushib qolishi. İmam Zahabi rahmetullah aleyhinin deyişçe Sultan Mahmud ibn Muhammed ibn Melikşah 525 yılı ölüp ketken. Onun oğlu Davud xalifa bo'lgan. Bununla tağısı Mes'ud ibn Muhammed qarşı çıkıp uruşkan. Yani bu Selçuklar ailesi Melikşah'ın killam asasiyatı elbetqa vaqtida taxt talışış mirasxo'rlar orasidagi bu urush davlatni ko'p ojizlashtirib etgan. Ta hozir qadar bu urushniki oyg'i davom etyapti. Bu ikkisi ham o'rtaq podshohlik yurgizish sultonlik maqomida yarashgan. Hammasining o'ziga loyiq bir mamlakati, davlati bor. Yani davlat bo'linyapti bu yerda. Sultan Mas'udga Bag'dodda sulton deb o'qilgan bo'lsa, uning keyindan Davud o'qiladi deydi. İşkilesiga tang o'tuğat yoki xalifaninki mukofotlari bir yorliqlar to'llay beriladi. Xalifa bilan Mas'udning orasida bir oz bir-biridan yaroqlashish avval yuz berdi dedi. Shu sababdan urushga ikkisi tang otlanib chiqib qoldi. Bu ikkilan urushda ro'bro bo'lgan vaqtida xalifaninki ko'pligi askarlari xalifaga xiyonat qildi bu yerda. Shu sababdan Mas'ud g'alaba qildi. Xalifa va xalifaning atrofidagi xos odamlar asir elindi. Sultan Mas'ud bularni Hamadonga yaqin bir qal'aga solab qo'ydi. Bu Ironda Hamadonni. Bag'dodliklarga bu xabar yetgan vaqtida bozorlarda boshlariga to'plarni chechib bir xil g'am andishlikni bildirdi. Yig'lashdi. Ovozlarini ko'tarib varang-churang qilishdi. Ayollar yalang'ochda holatda chiqib xalifaga urib yig'lab, xalifaning hasrati bilan yig'lab ketishdi. Hatto namoz xutbalarmi Bag'dod cheklandi dedi. Shu sababdan butun Bag'dod bir ta'ziya, bir g'am qayg'uga patdi demdi. Sultan Sanjarning Mas'udga xat avatib xalifani darhol joyiga qaytirib deb avatgan xat haqida. İbn Javzi rahmetullah alayhi shundoq deydi: Bag'dodda necha qitim yatavrab, kunda 5-6 qitim yatavrab ketadi. Xalqlar ajoyib yig'lab, ahuzar qilishib ketadi deydi. Sultan Sanjar akisining o'g'li Mas'udga odam avatib, xat avatib, elchi avatib mundoq deydi: Oğlum G'iyasuddin ve din, G'iyasuddünya ve din. Bu xatni ko'rgan hamon darhol siz Amirul Mu'minin xalifaning huzuriga kiring. Oldida yerni so'ying, ta'zim eting. Onundan kechirim so'rang. Kechirim so'rgandimi, onundan ajoyib ravishda so'rang deydi. Chunki bizda samoviy mo'jizlar ve taqatimiz yetmeydigan, anlap bakmagan ig'ir derecedeki vakalar yüz beryapti. Onundan başka türlü şivirgan borallar, çakmaklar, güldürmamlar, yetevrileşler. Mana bu 22. davamlaştı. Askerlerde bir xil teşviş, şehirler
vilayetlerde inqilab. Men bu Allah'ın möcüzelerini görüp Allah tarafından bana bir bala kelemu dep ensiravat eme. Kişiler camilerde namaz okuştun yaraklap gitti. Namaz okuyanmavatıdı şu sebepten. Taqtim yetmeydiğen ahval astıda yani hatipler çekilmematıdı. Yani o yada o halife ayada boğandaki hutbini kimden namıda okuş meselesi var bir yada. Yani halik pura kozgulup gitti. Devlet alakadar hem edemge besim işleti vatıdı. Allah hatalıqını bilgin balam dedi. Emiril mu'mirinni özün izzet diyarıga halip orduğa bir evet etken. İzzet ikram kılıp olduda askerlerini manguzgın dedi. Bizning ve ata-bobolarimizning odatlari boyunca izzet qilgin. Mes'ud buyurgan ishning hammasini qildi degandi. Halifning oldida yerini mi tuproqni mi so'ydi ve turib kechirimni so'radi. Lekin Sencer başka bir elçi evetti. O elçilen nurgun askerli var. Bu mu hem de Mesud ne şu halifini koyup be diye maksat hem de. Bu askerlerin içinde uyut tudağını batiniyle yoşurunu varken. Bunlar rafiziyle. Şu bayan kılınışça Mesud ulanı bilmeydi deyilgen. Bu kişilik qaraş. Ama aciz qaraşda Mesud qasdigan, belki şu oyetlerini şu askerinin qatarıga qo'shab qo'ygan deyilgan. Bular xalifening chidiriga hujum qilib, xalifeni o'ltirib, xalife bilan birga nurg'un xalifening yoralarini o'ltirdi. Xalifening atrofidagi askerlar ash 17 nafar rafizi şu ishlarni bitirib bo'lgan qadar bular his qilmagan gap. Bulanım ilip öldürdü. Bu bedbaxtlar ulanımı tutup öldürüp hemmisini lanetkarda qatliga elip bardı dedi. Sultan ta'ziya için olturdu bu beytte ve bir xil bu işten biyaram boğallıqını bildirdi. Jığzara hemmeye Bağdat'a bu haber yetip geldi. Xalqlar bunu bek ig'ir oldi dedi. Kiyimlerini jitqan holatda yalanyoq taloga chiqishdi. Ayollar chachlari chuvoq, marsiyalarni to'qiyotgan, o'zlarini kachatlayotgan. Mustarshid chunki o xalq puhralar orasida bek nayati so'yimlik bir xalifa bo'lgan edi. Çünkü bu halife öznayet şicaatlik, batur, adil ve puhrağa nayet mulayim, mehriban bir halife idi. Mustarshid rahmetullahi aleyh Marağa degan o'rinda o'ltirilgan. Bu taxminen 529 yılı Zulqa'da eninki 16'sı Payshanba kunga to'g'ri keladi. Marağa hozir shu İran'ninki Sharq Azerbaycan ülkesida. Azerbaycan'da demek yani. Təbriz şu ətraflığa toğru kıldıgan bir jut. Nurgun ölümalar çıqqan tarixda. Bizge bir yerde mühim bolgan mesele demek Mustarshid billah Rafizilarniki qolida ölüp şu alamdan ketdi. Xalifelik tüzümü Abbasilarning dastlabki davrda xililam gullangan, xalifelar nayt kuchlik, huquq o'z qo'lida bo'lgan bo'lsa-mu, keyingi mezgillarda huquq bularning qo'lida yo'qolib ketgan. Birden Şialar egallab olgan, keyin Saljuq turklar egallab olgan degandek. Mana Mustarshidning zamonida bo'lsa xalifa o'zi huquqni qaytadan bir tiklab, huquqni o'z tutib, xalqqa o'z bevosita hukm, huquq suralaydigan payt bo'lgan vaqtida Rafizilarning batinilarniki zeli bilan bu xalifa şey tutib ketdi. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lg'ay. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.